2025-yilda mahallalar ekologik qiyofasini o'zgartirish, oqova suvlardan, yomg'irdan samarali foydalanish masalalari ko'rsatilgan. Ularning ijrosida aholining ma'naviy rag'bati, shijoati qanchalar muhim deb o'ylaysiz? Albatta, hozirda ekologik muammolar qatorida suv muammolari bu juda hammani tashvishga solayotgan masala. Biz hozir iqlim o'zgarishi natijasini ommaviy axborot vositalaridan ko'rayotganimiz yo'q, faqatgina buni o'zimizda ham his qilyapmiz. Buni nafas olib turgan havoyimizda ham yoki bo'lmasa mana dehqon fermerlarimiz ham hosillari mo'l bo'lishida suv masalasi qanchalik bir dolzarb masala ekanligini ko'rib, anglab turishibdi va shu nuqtai nazardan bu jarayonda mamlakatimizda ham ro'zg'orda suvni tejash hamda o'sha qishloq xo'jaligida ham suvni tejashga doir kompleks choralar davlat dasturida belgilanganligini ko'rishimiz mumkin va ular qatorida mana mahallalarda o'sha oqova suvlar, yomg'ir suvlarini tejash bo'yicha masala davlat dasturida turibdi. Bu ham bejizga emas, aynan boyagidek har tomchi suvdan oqilona foydalanish maqsad qilingan va mamlakatimiz bo'ylab mahallalarda o'sha ko'rib turibmizki, iqlim o'zgarishi natijasida turli fojiali holatlar bo'lib turibdi. Aynan bu jarayonda ba'zi hududlarda masalan tinimsiz yomg'ir yog'ish holatlari kuzatilsa, ba'zi hududlarda masalan yomg'ir kamligini ko'rib turibmiz va aynan shundan kelib chiqib, albatta mana shu suvlarni tejash, mana shu suvlarni qayta ishlash, mana shu suvlarni to'g'ri yo'naltirish bo'yicha tashabbuslar ilgari surilyapti. Bu ham o'zi amaliyotda natijasini bergan. Deylik masalan Avstraliya tajribasiga agar e'tibor beradigan bo'lsak, u yerda ham 80% dan ortiq masalan suv qayta ishlab chiqiladi. Xuddi shunday Yaponiyada ham masalan u yerda ham suvlari qayta ishlab chiqilishi juda katta bir tizim yaratilganligini, hattoki o'sha yomg'ir tomchilarini ular qanday bir to'plashi, qanday bir o'sha asrashiga doir tizim mana shunday davlatlarda ham yaratilganligini ko'rishimiz mumkin va shu nuqtai nazardan zamon talabidan kelib chiqib, O'zbekistonning iqlim sharoitlaridan kelib chiqib, yomg'ir suvlaridan ham hattoki oqilona foydalanish masalasi davlat dasturida aks etganligini ko'rishimiz mumkin.